Suyuq oyoq qaynota. Mahliyo turmushga chiqqaniga endigina 2 yil bo'lgandi. Erining ishi tufayli ko'p vaqt uydan tashqarida bo'lar edi. Asosan Mahliyo qaynotasi bilan bir uyda yashardi. Qaynotasi Sobir aka 50 yoshlar atrofida, tashqaridan qaraganda jiddiy va duogo'y odam ko'rinardi. Ammo aslida unaqa yashirin bir yovuzlik yashiringan edi. Mahliyo dastlab bu narsalarni sezmasdi. Ammo vaqt o'tgan sayin qaynotasining ko'zlaridagi g'alati boqishlar, behuda savollar, ortiqcha hazil-mutoyiba uni sergaklantirdi. Bir kuni u kutmagan voqea sodir bo'ldi. Kecha edi, elektr o'chib qolgandi. Mahliyo qo'lida sham bilan oshxonaga chiqdi. Shu payt orqasida bir qo'l yelkasiga tekkanday bo'ldi. U cho'chib o'girildi. Sobir aka edi. "Qo'rqma qizim", dedi u. Ammo ovozida g'alati titroq bor edi. Ko'zlari esa Mahliyo hech qachon bunday yovuzlik qarashni ko'rmagan edi. "Nega bunday qilyapsiz, dada?" dedi Mahliyo seskanib. Sobir aka jilmaydi. Ammo bu jilmayishda mehr emas, nafs bor edi. "Sen yosh, go'zal ayolsan, o'g'limning ko'zi yo'q. U ketganidan beri uy huvullab qoldi." Mahliyo orqaga chekina boshladi. Ich-ichidan titrab ketdi. Bu odam o'zining erining otasi-ku. Buni hatto tushida ham ko'rishni istamas edi. Oradan bir necha kun o'tdi. Mahliyo bu voqeani onasiga aytishga yuragi betlamadi. Eriga aytmoqchi bo'ldi, ammo u ishonmasligini bildi. Ammo bu holat takrorlana boshladi. Mahliyo chora topdi. Telefonini yashirincha yozuvga qo'yib, qaynotasining navbatdagi harakatlarini tasvirga oldi va bu videoni eriga yubordi. Oradan 2 kun o'tib, eri kutilmaganda uyga qaytdi. Sobir aka hech narsadan gumonsiz edi. Ammo o'g'li oldida video paydo bo'lgach, yerni teshib ketguday bo'ldi. Bu yolg'on, bu montaj deya o'zini oqlashga harakat qildi. Ammo o'g'li indamadi. Faqat bitta gapni aytdi: "Otam bo'lganingizdan uyalaman." Oradan bir oy o'tdi. Mahliyo va eri ko'chib chiqishdi. Sobir aka esa yolg'iz qolgan uyning devorlariga tikilib yashay boshladi. Endi uni hech kim domla aka, obod odam deb atamasdi, chunki u suyuq oyoq, nafsiga qul bo'lgan qaynota edi. Mahliyo va Sherzod yangi uyga ko'chib chiqishdi. Ammo Mahliyo yuragidagi jarohat hali ochiq edi. Tunlar uxlay olmay, chiqib ketadigan ko'zlaridan doim xavotir aks etardi. Erining yonida bo'lsa-da, o'zini yolg'iz his qilardi. Sherzod esa ichidan qattiq ezilardi. Bir tomonda otasining bu razolatli qilmishi, boshqa tomonda unga ishonib turmushga chiqqan ayolining ko'zidagi dard. Har gal unga qaraganida o'zini aybdor his qilardi. Axir bu odam uning otasi-ku. Bir kuni kechasi Mahliyo Sherzodga sekin pichirladi: "Men endi ona bo'laman." Sherzod hayron bo'ldi, quvondi, ammo ko'zlaridagi quvonchni Mahliyo seza olmadi. Chunki yuragi hali ham osoyishta emasdi. Shu bolaning bobosi kim bo'ladi degan savol ich-ichini kemirardi. Boshqa tomonda esa Sobir aka u yolg'izlikda qariydi. Mahalladagilar undan yuz o'girgan, oldin duo so'rab keladigan odamlar endi unga qarama-qarshi yo'ldan o'tadigan bo'lishdi. Qilgan gunohi tilidan emas, yuragidan chiqqan pushaymon bilan kuydirar edi. Bir kuni u o'zining kichkina daftariga shunday yozdi: "Ey Xudo, meni jazolang, lekin u qizga, Mahliyoga tinchlik ber. Men gunohkor, suyuq oyoq va noloyiq bir otaman. Ammo iltimos, nevaram sog'-salomat dunyoga kelsin." U shunday yozdi va ko'zida yosh bilan qog'ozni yostiq ostiga qo'ydi. Oradan 3 oy o'tgach, Sherzod va Mahliyo farzandli bo'lishdi. Sog'lom, ko'zlari chaqnab turgan bir o'g'il tug'ildi. Ismini Ziyod qo'yishdi. Nur degan ma'noda. Mahliyo eski dardlardan asta-sekin yengillay boshladi, chunki endi u ona edi. Farzandi uning hayotiga nur olib kirgandi. Sobir aka esa ularni ko'rmadi. Sherzod otasiga bir shart qo'ygandi: "Hech qachon bu bolaga bobo deb aytma." Yillar o'tdi. Ziyod ulg'aydi. Aqlli bola bo'lib o'sdi. Bir kuni u onasidan so'radi: "Ona, mening bobom qayerda?" Mahliyo bir muddat jim qoldi.
Ko'ziga yosh keldi. So'ng asta javob berdi. O'g'lim, ba'zi odamlar hayotimizga saboq bo'lish uchun kiradi. Bobong ham shunday saboq bo'ldi. Biz esa saboqni unutmang, lekin nafrat bilan yashamang. Yillar o'tdi. Ziyod endi 18 yoshga to'ldi. U aqlli, vatanparvar, irodali yigit edi. Onasi Mahliyo unga doim halollik, sabr va g'urur bilan yashashni o'rgatgan. Otasi Sherzod esa unga mehrli, ammo biroz jiddiy ota bo'lib ulg'aytirdi. Ammo Ziyod yuragining bir chetida doim bo'sh edi. Bir kuni Ziyod eshik orasida tasodifan eski suratlarni topib oldi. Suratda bir keksa kishi yonida Sherzod turar edi. Orqasida otam bilan oxirgi safar deb yozilgandi. Ziyod hayron bo'ldi, chunki u hech qachon bu odamni ko'rmagan, ammo yuragi unga qandaydir g'alati yaqinlikni his qildi. Tunda u onasiga yana murojaat qildi. Ona, rostini ayting, mening bobom kim? Nega hech qachon u haqida gapirmaysizlar? Mahliyo jim qoldi. Nazarida yuragi yana o'sha eski yarani ochayotganday edi. So'ng u kishi bir paytlar bizga katta jarohat yetkazgan odam, shuning uchun seni undan uzoq tutdik dedi. Lekin men o'sha odamni ko'rishni istayman. U hali tirikmi? Mahliyo bir oz sukutdan so'ng bosh irg'adi. Tirik-ku, lekin yolg'iz jamiyatdan chetda surilgan. Hozir qariyalar uyda yashaydi, dedi. Ziyod bir necha kun o'yladi, so'ng yuragini to'plab qariyalar uyiga bordi. Kichik bir xonada, deraza yonida qadim daftar o'qib o'tirgan bir kishi e'tiborini tortdi. Bu Sobir aka edi. Sochi oqarib ketgan, yuzlari ajin bosgan, ko'zlari esa so'nib qolgan chiroq kabi edi. Ziyod unga qarab, "Siz Sobir aka bo'lasizmi?" Qariyaning ko'zlari pirillab unga tikildi. Yigitning yuzi tanish tuyuldi. Sen Sherzodning o'g'limisan?" dedi u ovozini titratib. Ziyod boshini egdi. "Ha, men Ziyodman, mening bobom bo'lasiz." Sobir aka ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Titroq bilan o'rniga turib, qo'llarini yoydi. Ammo Ziyod orqaga chekindi. "Men sizni kechirmadim", dedi qat'iy ohangda. "Lekin sizga nafrat ham qilmayman, chunki onam meni kechirishni oson emasligini, ammo nafratda yashash undan ham og'irligini o'rgatgan." Sobir aka engashdi. U so'zsiz yig'lar edi. "Siz mening hayotimda bo'lmadingiz, bo'lishga ham haqqingiz yo'q edi. Ammo men sizni duo qilaman, chunki sizning yovuzligingiz menga saboq bo'ldi. Men sizga o'xshamayman." Ziyod orqasiga o'girilib chiqib ketdi. Orqasidan faqat keksa kishining duosi eshitilar edi. "Ey Xudo, men endi xotirjam o'laman, chunki o'g'limning o'g'li meni kechirishga yaqin edi." Ziyod qaytganidan keyin bir necha kun gap so'zsiz yurdi. U jismonan uyda, ammo ruhan butunlay boshqa dunyoda edi. U hayotida birinchi bor kechirish va nafrat degan so'zlar bilan jonli ravishda yuzlashgan edi. Onasi Mahliyo sezdi, o'g'lining ichida bo'ron gumburlayapti. "Ziyod, men seni bunday yurishingdan qo'rqayapman", dedi. U bir kuni "Nimani o'ylayapsan?" dedi. Ziyod yelkasini qisdi. "Bilmayman ona, men uni kechirishni istamayman, ammo yuragim u boshqa narsa deydi. Men hatto o'zimni ham tushunmayapman." Sherzod o'g'lining yonida o'tirdi. Ota va o'g'il ilk bor jiddiy suhbat qurishdi. "Bilasanmi o'g'lim, men otamni yo'qotganman nafratimda. Ammo shuni tushundimki, nafrat insonga og'ir yuk bo'ladi. Har safar sening ko'zlaringga qaraganimda men o'zimni kechiraman, chunki sen adolatli bo'lding, men esa jim qoldim. O'sha payt otamga qarshi chiqqan bo'lsam, balki u bu holga tushmas edi." Ziyod chuqur xursindi. "Dada, men kechirishni istamayman, lekin yuragim og'riyapti." Sherzod unga qo'lini qo'ydi. "O'g'lim, kechirish deganini qilganini unut degani emas. Kechirish o'zingni ozod qilish degani. Nafrat seni ichkaridan yemirmasin. Unga sendan yomonmasman emas, sendan ustunman deyish uchun kechir." Ziyod shunda keyin har kuni tongda tinchgina yurishga chiqadigan bo'ldi. Ichki og'riqni yozishga harakat qildi. Har gal qog'ozga
men kechiraman, lekin unutmayman deb yozar edi. Oradan bir oy o'tdi. Yana bir kuni qariyalar uyiga bordi, ammo bu safar boshqa niyatda. Sobir aka endi o'zining oxirgi kunlarini yashardi. Kasalxona ko'rinishidagi xona, kislorod apparati, zaif tana, ammo ko'zlarida sokinlik bor edi. Ko'zini ochib Ziyodni ko'rdi. "Sen yana keldingmi, bola?" Ziyod ohista bosh irg'adi. "Men seni kechirdim, lekin bobo, bir narsani so'rayman. Menga haqiqatni ayting. Nega o'shanda onamga bunday qilgansiz?" Sobir aka boshini egdi, ko'zlari yoshlandi. "Chunki men nafsimga qul bo'lgan edim. Men o'sha paytda Xudoni unutgan edim, o'zimni ham. Lekin har kuni duo qilaman. Xudo Mahliyoga sabr bergin, Ziyodga halollik, Sherzodga yurak kuchi." U yelkasiga qaramadi, shunchaki yuzini burdi. "Bu hayotda eng og'ir narsa o'zingdan uyalgani yurak. Sen mendan ustunsan, Ziyod." Ziyod unga uzoq qarab turdi. So'ng qo'lidagi eski daftarchasini stolga qo'ydi. "Bu sizning daftaringiz. Ichiga men ham bir satr yozdim." Sobir aka ohista ochdi. Oxirgi sahifada Ziyodning yozuvi turar edi. "Sen gunoh qilding, ammo men odam bo'ldim, chunki sening zulming menga saboq bo'ldi. Men seni kechirdim, endi sen o'zingni kechir." Sobir aka qariyalar uyida ko'p yashamadi. Ziyod tashrifidan keyin oradan 3 kun o'tgach u olamdan ko'z yumdi. Mahalla ahli ko'maklashdi, ammo ko'pchilik uning o'limi kimdir ketdi deganday befarqlik bilan qarshi oldi. Faqatgina dafn marosimida bir yigit qabr oldida sukut saqlab turdi. Bu Ziyod edi. U yuragida shunday duo qildi: "Ey Xudo, men uni kechirdim. Endi sen unga rahmingni qil, chunki men odam qoldim, u esa o'zini yo'qotdi." Mahliyo Sobir akani dafn qilishga bormadi, lekin kechirdi. Shunchaki bu kechirimni og'zaki emas, yuragi orqali aytdi. Shundan keyin u ilk marta sokin, beg'ubor kuldi. Yillar o'tdi. Ziyod endi huquqshunos bo'ldi. Inson haqlari bilan shug'ullanadigan yuristga aylandi. U ayollar huquqini himoya qiladigan tashkilotda ishladi. Chunki u bilardi, ayollar ko'p holatlarda jim qoladi, sabr qiladi, ichiga kuyadi, lekin ovozi eshitilmaydi. U har bir ishi orqali onasiga o'xshagan minglab ayollarga xizmat qildi. Uning shiori oddiy, ammo kuchli edi. "Men onamga yordam bera olmaganman, lekin endi boshqalarning onalarini himoya qilaman." Mahliyo esa nafaqaga chiqdi. Ziyod unga sovg'a sifatida Ton yonbag'ridan kichik bir uy sotib oldi. Ona endi ertalab quyosh chiqqanida choy damlaydi, derazadan tog'larga boqadi va yuragidagi xotirjamlik bilan yashaydi. Sherzod bo'lsa o'g'li bilan faxrlanardi. Uning o'ziga aytgan bir gapi bor edi: "O'g'lim, sen men bo'lma, olmagan odam bo'lding. Sen jim qolmading, bu seni odam qildi." So'nggi sahifa. Ziyod bir kuni onasiga dedi: "Ona, sizga kitob yozmoqchiman. Suyuq oyoq qaynotaning soyasida yashagan ona deb nomlayman nomini" dedi. "Odamlar bilsin, jimlik bu najot emas, qarshi chiqish, kurashish bu hayotning o'zidir." Mahliyo ko'ziga yosh olib kuldi. "Kitob yozasanmi? Unda birinchi sahifasiga yoz. Bu kitob og'riqdan chiqqan nurdir. Bu kitob meni o'ldirmagan, balki odam qilgan hikoyadir." Bu hikoya hayotda sodir bo'ladigan, ammo ko'pincha aytilmaydigan haqiqatlar haqida edi. Bu hikoya ayollar jimligi ortida faryod, bolalarning ko'zlaridagi javobsiz savol va erkaklarning kechikkan jasorati haqida edi.